Aydan, choy. Nima balo qilgansiz? Shunaqa ham bemaza ovqat qiladimi? Onangiz nima o'rgatgan sizga? Xo'p katta qiz, bitta ovqat qilishni bilmaydi. Har kuni shu ahvol. Bu kelini dastidan bir maza qilib tuzukroq ovqat ham yomasa ekan sadek bu xonadonda. Hey, menga qarang. Labbiya onajon. Chalabot qilgan ishlaringiz, sal bunday gilamlarni tegini ko'tarib qiling. O'zi uyingizda ish qilganmisiz? Xo'p onajon. Yaxshilab yuving, geli qolmasin. Keyin har bitta yuvganingizni bittadan toza chochuvga arting. Keyin u chochuvlarni hammasini yuvib qo'ying. Tushundingizmi? Bo'ladi onajon. Assalomu alaykum. Qachon keldingiz? Hozir qaytisizlar? Voy, menga qara, charchagan bo'lsang, kirib damingni ol, o'zim tayyorlab olaman. Voy, nega unaqa deysiz? Sizga tayyorlamasam kimga tayyorlayman? Qorningiz ham o'sib ketdi. Rahmat. Ovqat degani ham shunaqa mazali bo'ladi, ha? Ko'chadan bunaqa ovqatlar uyga ham topib bo'lmaydi. Qo'lingda at bo'lmasin. Shunaqa shirin ovqatlar ularning ichida tozalab Rahmat hayotimda borliging uchun. Ismingni aytganda jilmayib bexos, hislarni aytmayman sukutga tutqun. Chin dildan aytyapman, ishon, so'zim rost. Rahmat hayotimda borliging uchun. So'zingda eng yaxshi dalda mujassam. Ko'zingda ko'raman sevgining kuchin. Eng yaxshi hislatlar bari senda jon. Rahmat hayotimda borliging uchun.